Kateter o'rnatyapmiz. Narkozni ushlab turing. Skalpel. Tamponni ber. Bir kunda 3 ta operatsiyami? Jinha, sen chindan ham qo'yilmaqomsan. Nimasiga qoyil qolasan? Charchab bo'lyapman-ku. Senga kim ko'p ishla dedi? Qanday qilib biror marta xato qilmaysan? Aytgancha tez yordamda nima g'alag'ovur bo'ldi? Yo'l beringlar. Mo'jiza, yo'l Og'ir bemor oching. kelyapti, yo'l beringlar. 선생님한테 빨리 보내. Zudlikda bu kasalxonaning eng zo'r vrachlarini chaqir. Agar boshlig'imiz o'lib qolsa, birinchi bo'lib seni o'ldiraman. Qo'limizdan kelganini qilamiz. Ifloslar. To'satdan hujum qilishdi. Doktor shoshilinch operatsiya. U ko'p qon Ali, yo'qotyapti. ketyapman. Bemorning qon bosimi tushib ketyapti. 60 ga tushdi. Yana siz bardosh bera olmaydi. Nima? Hozirgina nima dedingiz? Nima? Bemorning ahvoli qanday? Jarohati tufayli ko'p qon yo'qotyapti. Unda hozir Jasonu